qo'ymi bizda? O'zbek xalqi shunaqa qo'ymi? Endi men bilmayman. Ab kechasi bilan yotdim men bu yerga. O'zim Xolagan paytinglarga mashinalar kidrasizlar borki qo'yasizlar, xolagan paytinglarga borki yopib qo'yasizlar. Shuncha odam nimaga turibmiz biz? Aka, meni uyimga borki nogironlarim bor, kasallarim bor. Men bitta bo'l damasay deymanda shundan bir ikkisim tirikchilik qilaman. Kechasi bilan yotganman hozir men bu yerga. Nimaga yopib tashlaysanlar? Qani o'sha katta o'sha tepadan borki ro'didan chaqir qani 1-2 kilo borki chaqiring. Aka, hozir borki maydalayman men. Hozir maydalab tashlayman hozir chaqiring. Nimaga yotibman men bu yerga kechasi bilan? 2 kundan buyon borki yotibman men shu yerga. Bir imon insof bo'lish kerakmi ozgina? Xolagan paytinglarga ochasizlar, xolagan paytinglarga borki yopasizlar. 37 milyon aholi 1 milyon borki bitta muttahamga ishlayapti hozir. Faqat borki tek topgani, shuncha odam borki xalqni oldiga tekshir, salgilar bitta biroz gapirsang, borib turaniga agitatsiya qilyapsan, yo'qotyapsan. Sen borki miyang toming ketgan, qanaqasiga? Mana inson, tepadagi o'sha rahbarlar, pidarras, mana qanaqa oyoq kiyim kiyib yuribman. Uyimga borki, yeyishga hozir bitta tuzuk narsani, balinsa har kuni. Nogironim bor. Kechasi bilan yotdim men bu yerga. Zapravkani oldiga yotganman. Qani bu yerga haqiqat? Murdashi ham kiymaydi men bunaqa oyoq kiyimmi? Tushunyapsanmi? Ifloslar nima qilyapsanlar o'zi? Prezident qayoqqa qarayapti? Atrofdagilar qayoqqa qarayapti? Bo'lmasa borki, avtomatni olib chiqib borki, ochib tashlarini ham mashina. Qanaqangi ahmoqchilik bu? Qanaqa ahmoqchilik? Kechasi bilan borki yotibman men bu yerga. 2 kundan buyon borki mashina yotibdi. Benzinda borsang borki benzin zapravkalar ochiladi. Yo o'shanga borki mashinalar bir mayli kep yoz yopilibdi. Benzin bilan yura qolay desang borib benzin ham ola olmaysan. Quyib beradigan benziniga borki mashinalarning motori yerib ketyapti. Buni nazorat qiladigan borki yo'qmi, biron bir tashkilot yo'qmi? Meni xullas kelam borki mazam qo'shdi. Men tushunmadim. Bu tepadagi rahbarlarni men tushunmayapman. Nima qilmoqchisizlar? Sizlar ham 2 metr joyga borasizlar-ku. Uyalmaysizlarmi? Qo'rqmaysizlarmi? Erta Allohning oldiga javobi borki bu narsani. Nimaga buncha bizni qiynaysizlar? Nima qilish kerak? O'zbekiston kambag'al qaloq davlat emas-ku. Yer usti boyliklari borki ko'p-ku. Shularni hammasini qanaqa qilayotgan bo'lsanglar ham borki, shularni regirovkasini olib, bizani ham bir erkin yashashimizga qo'yishinglar mumkin-ku. Bu qanaqa holat bu? Qani o'sha borki hokimiyatdan zo'rroqlari, kattaroqga mansabga o'tirganlar. Birontang borki bir kecha emas, mana shu yerga kelib zapravkani oldiga 1 soat ochratib turib olasanmi? Turmaysan-ku. Biz kechasi bilan yotibmiz. Kechasi bilan yotibmiz. Maza qo'chyapti. Qara shuncha xalq mana turibdi. Yo'lga borki, mashinalar borki, qancha kechasi bilan borki turdik biz. Nima xolagan paytga keladi borki, yopadi, xolagan paytga borki ochadi. Bunaqa bo'lish kerak emas-ku bu.